Bu oyundan foyda yo'q. Hozir men sizga undan qiziqroq variant aytaman. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan har doimgiday men Ayim Bobur va bu yana sizlar bilgan Biruniy narxlari. Bugungi videomizda ko'pchilikka ma'qul kelgan yo'nalishimizda davom etamiz. Ya'ni Biruniylar bir oydan necha so'm pul topadi? Necha yetib pul topayotir? Biruniylar necha yetib xo'jalik boqyotir? degan savollaringizga javob topamiz. Xullas, shuqda turmay boshladik. Va bugungi videomizda biz sizlar bilan birgalikda Biruniyda oshpazlar bir oyda qancha pul topadi degan savollaringizga javob topamiz. Va bugungi videomiz mehmoni, assalomu alaykum. Asadbek ağamız. Asadbek, привет. Bo'ladi. O'zingizni tanishtiring. Kimsiz? Nima ish etasiz? Nima etib xo'jalik boqyotirsiz? Men ko'p odam tanimaydi. Yaqin o'rtalarda o'zlarimizning rayonga kirib keldim desam bo'ladi. Biruniydan yerinden siz? Arzu to'yxona. Domdaman. Ava. O yoqqa yaqinda saldim, o. Shu yaqinda olib tashlab. Ya, avval yoqda o'sgansiz, nerda tug'ilgansiz? Visakolda. Visakol. Rossiyada qancha vaqt yashagansiz bu yoqda o'sganga qaraganda? 8 yil. Shu yerda yuruvga qaraganda, u yoqqa ketmay turgan qaraganda bir normal pul tushib turibdi. Shunday desak bo'ladi. Hozir Rossiyaning situatsiyasini kelib chiqatan bo'lsa, o'zimizning yurtda baribir shunday ish boshlagan yaxshi. Shunda Biruniyda povurlar bir oydan necha so'm pul topadi? Hozirgi dalniy momentda 5 milliondan 10 milliongacha o'zining ishini qarab. Nuni pishirib bilasizmi shunda? Odam qanday uchsa, Men qo'rib bilasizmi? shu imенно men qo'rida bilmayman, kiydirib qo'yaman endi. Qanday bilaman? Rossiyada ishlagan vaqtingiz bir oyda eng ko'p qancha pul topgansiz? 250 ming 300 ming rubl. Agar so'mga chaqatan bo'lsa, 30 million so'm. 30 million so'm bir oyda. Bir oyda. Burada işte shunaqa. Bu davrlar o'tdi, rayondan qaytib kelib kerakmi? Eng ulli xata, ya'ni eng qimmatga tushgan qasak nechaga tushgan? Qattiqqa borganda 2 oyligim ketgan, katta banketda o'tkazib o'tirgan vaqtda eng главный поварimiz ishga kelmay qolgan. Nechaga tushgan shuni? Odam boshina 8 million. Bir dana banketdi debmi? Ava. Uylanganmisiz? Yo'q, endi bu yil birinchi bo'lar. Baxt nimada siz uchun? Eng главный baxt oilaning davrasi. Yo'qotmagancha qadri bo'lmaydi deyshasizmi? Yo'q, shu narsani ko'rib keldik, chetda o'sib, telefon yetib tusha olmagan vaqtlarimiz ham bo'lgan, bularning telefon yetib tusha olmaydigan vaqtlari bor. Har doim gumanda bo'ladi. Ava, balam nerda yuribdi? Ana shundan Xudoyim saqlasin. Shu hozirgi yoshlarga Rossiyaga ketish variant emasmi? Tavsiyam, o'qigan odamga o'qigani yaxshi. O'qimayman degan balani o'sangiz ham ursangiz ham o'qimaydi. Keyingi videomizda kim chiqsin og'a? Oddiy xalq o'tib boratirgan inson bo'lsa, agar shu intervyuga rozi bo'lsa, shu oddiy xalq qanday yashab turibdi, ana shuni bir qiziqib ko'ring. Keyingi videoda qaysi inson chiqishini siz ham qaydetishiniz mumkin. Buning uchun oddiy videoga bir dona like bosib qo'ying va komment qo'yib o'z fikringizni yozib qoldiring. Siz so'ragan inson bilan biz albatta borib savollarimizga javob so'raymiz va hammasini birgalikda ochiqlaymiz. Podpiska bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Shunda Biruniy haqidagi nega so'z o'tib turgan bo'lsa, hammasini hammadan birinchi o'p bilib borishingiz mumkin. Rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling, nastroyingiz tushmasin.